korobkali avtomat korobkani moyini ko'ryapsizlar. Mana dahshat. Qora 64 ming yurgan, radnoy moyda yurgan. Moy ishlab o'zini haqqini ado qilib bo'lgan. Uni nimaga bunaqa deyapman mana? Mashina sovuq, muzdek payti, moy quyilyapti. Bu avtomat korobka 6 taliklar hammasi mana kompyuter miyalari suv moy yaxshi ko'radi. Bekorga ATF6, Dextron 6 moy quyilmaydi bularga. Qancha moy suv bo'lsa, shuncha zo'r ishlab beradi mana korobka miyalari. Sovuq paytda korobka ozgina og'ir, qizigandan keyin sal yumshoqroq ishlashi, lekin moyi sirublari o'tib ketgan. Akamiz moy alishtirish uchun olib keluvdilar. Hozir buni men ichini toza qilib, qizil moy qilib beraman desam, korobka sochib yig'ilgan xarajatlarni solishtirib bersam, undan ko'ra aka korobka sochib, original filtrlarni qo'yib yig'ib bering dedilar. Mana ko'rayotganingizda filtri вообще haqqi qolmagan. JM filtr taqamizda korobka chotki qilib yuvib, profilaktika qilib yig'ib beraman. Mana shu korobka polniy sochib yuvib yig'ib, original filtrlarni taqib, yangi moyli quyib yig'ib berishimga 2 million so'm olaman. Cobalt Gentle Nexus 3 ga. Probegi kamroq bo'lsa, agar probeg 80 ming 100 mingdan oshiq bo'lsa, уже bunga plasmaslar, nasos salniklar, qo'shimcha narsalar qo'yiladi. 2 million 2,5 million so'm. Mana shu summalar qo'shilib ketadi. Avtomat korobka moyiga vaqtida qaranglar, zavodskiy moyini eng uzoq yursanglar 30 minggacha yuringlar. Undan uyog'i ko'p уже.